Azizbog'bon akalar, mana Sanstop preparatlarimizni olib keltirib, hozir o'sha qog'oz o'ralmagan bog'larimizga mana septirish jarayonini boshladik. Yaqinroqdan oling. Sanstop preparati o'sha mevalarni quyosh nuridan saqlash, ya'ni o'sha mevalarni quyosh kuydirib qo'yishdan saqlash maqsadida ishlatiladigan preparatimiz. Ya'ni anor mevalarida qo'llanildi o'tgan yili, yaxshi natija berdi. Xudo xolasa bu yil ham yana shu o'tgan yilgi natijalarni takrorlash maqsadida kelib, hozirgi kunda preparatlarni sepamiz, sepish jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Bunga o'xshagan ortiqcha mehnatlardan xudo xolasa qutulish davri keldi bog'bon akalar. Bemalol agronom marketga murojaat qilaverasizlar. Sanstop preparatimizni tayyorlash jarayoni, ya'ni o'sha eritish jarayoni. Xolasalari mikserda, xolasalari qo'lda qilaverasizlar. Bu preparatni bemalol ichish ham mumkin. Bog'bon akalar, Sanstop preparatimizni onorzorlarda sepish jarayoni boshlandi. Sanstop preparati sepilgandan keyin mana shu holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. Anor yuzalarini mana shunaqa qoplab qoladi va quyosh nuridan saqlaydi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yoki Sanstop preparati kerak bo'lsa, bemalol agronom marketga murojaat qilaverasizlar. Mana hozirgi kunda onorzorlarimizga sepish jarayonlarini boshladik. Aziz bog'bon akalar, mana onorzorlarimizga Sanstop preparatini sepishni boshladik. O'tkir akamiz o'tgan yil ham bu preparatdan ishlatib ko'rgan. Natijasi qanday bo'lgan aka? Natijani buni yana kech qoldi, 4 kun 5 kun oldin charchish kerak edi. Sezonda 2 marta charchiladi. Himikat dorini charchib olgandan keyin charchasiz 20 kundan keyin yana himikat dorini charchib turib, orqasidan ikkinchi marotaba urib qo'yasiz. Effekti yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa biz o'tgan yil 1 marta charchgandik. Endi bu xudo xolasa 2 marta charchamiz. Effekti yaxshi. O'zi instruksiyasida ham qo'llash jarayonida ham 2 marta, ya'ni 20 kun oralig'ida 2 marta qo'llanilsa, shu quyosh nurlarini urishidan saqlab qoladi anorlarni deb yozilgan. Demak, 2 marta ishlatsak, kutilgan natijaga erishamiz. Hammalaringga rahmat.